o'ziz nima deydi, xohlagan joydan borib, o'sha plastik kartochkangizga savdo qilib, masalan, tikuvchilik yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, tikuv mashinka yoki bo'lmasa o'zingizga zarur bo'lgan o'sha dazmol deydimi yoki tikuv stoli deydimi yoki bo'lmasa o'sha dazmol stolini xohlagan o'sha nima faoliyatingiz bilan, tikuvchilik faoliyati bilan zarurat bo'lgan uskuna yoki jihozlarni sotib olishlari mumkin. Yoki bo'lmasa ko'pchilik o'sha qishloq joylarimizda yordamchi xo'jalik deydi, shu chorvamonlarni ko'paytirish uchun shunaqa ko'p nima deydi, murojaatlar tushdi. Bizlar ko'proq bozordan olamiz, arzon narxda ham o'zimiz tanlab olamiz degan talablar ko'p tushdi. Bularga ham plastik kartochkasiga tushirib beriladi, borib xohlagan molini o'sha bozordan savdo qilib oladi. Bu ham nima deydi, o'sha aholimizga qulayliklar yaratyapti va shundan minnatdorchiligim o'sha bo'lyapti-da. Misol uchun mahalla loyihasi kreditimiz bor, 50 million so'mgacha ajratiladi. Bu 2 yilgacha imtiyozli davr. Ya'ni imtiyozli davr nima? 2 yilgacha faqat foizini to'lab boriladi. 2 yildan keyin o'sha asosiy qismidan yoki ta'nidan bir qismini qo'shib to'lab boradi. Bundan tashqari prezidentimiz 312-son qarori bor. Bu qarorga asosan o'sha 300 million so'mgacha kreditlar ajratiladi. 100 million so'mgacha garovsiz kreditlar, 100 milliondan oshgan qismiga esa garov taqdim qiladi. 100 million so'mgacha misol uchun tartibda belgilangan kredit tarixi birinchi navbatda yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni qanday? Kreditlarni o'z vaqtida yopib borgan bo'lishi kerak. Kamida 1 yil faoliyat ko'rsatgan bo'lishi kerak. Tadbirkorlik bilan 1 yil davomida shug'ullangan bo'lishi kerak kamida. 7 yilgacha muddatga ajratiladi. Bunda 2 yilgacha imtiyozli davri bor. Ya'ni qanday? 2 yilgacha o'sha foizini, chiqargan foizini to'lab boriladi. Undan keyin asosiy qismidan bir qismini qo'shib to'lab boriladi. Bu endi foizi nima deydi? O'sha hududlarga qarab belgilanadi. Bizaniki 4-toifa bo'lgani uchun 20% dan ajratiladi. Bundan tashqari ham kredit mahsulotlarimiz bor. Nima deydi?